Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Xudo xolasa navbatdagi non apparatlarimiz 2026-29 mart kuni Surxondaryo viloyati qaysi tuman? Oltinsoy tumaniga 3 ta silindrli non apparatlarni uстановка qilib berdik. Xudo xolasa nonlar chiqishni boshladi. Nonimiz maydon 300 gram. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mashkamizga qo'yib berdik. Qalay xudo xolasa xizmatlar. Yaxshi do'st. Mana ishni qilaveramiz. Nonlarimiz akalar. Nonimiz grami 300 gram. 300 gramga bittasi uzib qo'yib ishlatiladi. Kelaverasizlar. Kimga shunaqa xizmat pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar.